O'g'il, keling o'ting. Mayli, yaxshi bo'ldi. Hop, assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring opa. Men Bozorova Fatima, Marg'ilonda Tashlag'idan kelganman. Marg'ilondansiz, a? Bu opamiz Qo'qondanmi? Hozir opamiz? Xo'p, jaloblaringizni ayting. Shu o'ng tomonim, o'ng oyog'im tortib belimga beradi. O'ng oyog'ingizni tortib belingizga beradi. Tomografiyangiz xonangizdami? Yo'q, telefoningizda. Ha, menga jo'natuvdingiz, tashladim. Xo'p. Necha yildan beri shunaqasiz? 3-4 yil bo'lib qoldi. Davolangansizmi 3-4 yil buyog'iga? Davolandim. Qanday turlarni oldingiz? Shu belimga nima qilishdi? Davolashdi. Uzilib qo'yishdi. Yaqindan beri yana tortib boryapti. Oyog'ingiz bilan qo'shib. Oyog'im bilan qo'shib. Lekin biznikida terapiyani olmadingiz. Yo'q. Endi olyapsiz, yonbosh bo'lyapti. Bugun oyog'imiz, yelkamiz orqaga, qo'limizni bukamiz. Bismillah. Yaxshi, nari tomonga opa. Hammanikini terib chiqyapsiz ekan-da, oxiri o'ptim qilib. Bukingni. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi, tez qarayapman. Bo'yningizda? Yo'q, bukunchi. Bosh. Yo'q, bukunchi. Zo'r bo'ldi. Qo'lingizni menga bering. Bosh ko'ramiz. Bo'l, qanday edi? Baxtli. Bo'yningizga grija asoratlari qanday bildirdi belgilari? Yaxshi bo'lib qoldimi? Chap tomonim yuragimga og'riq berardi, og'rig'im qoldi. Oyog'imni tortishlari qoldi. Yaxshi. Yo'q, bo'yningizga qo'llaringizga berardi. Bo'yin grija bo'yicha O'zbekiston bo'yicha shu yil to'xtayapti. Bo'yin grijini eplab berish olmayapti. Lekin bo'yin grijida yaxshi rezultat chiqadi bizda. O'sha lecheniya tugamay sezyapsiz. Sezyapman. Sezyapsiz. Siz ham YouTube'dan ko'rib kelgansiz, adashmasam. YouTube'dan ko'rib keldim. Bemorimiz ham YouTube'dan ko'rib kelgan. Endi men aytaman-ku, haligi hammada kamchilik bo'ladi-da, uni o'zi biladi, odamni o'zidagi. Biz ham bu yerdagi faqat bitta kamchiligimiz bor, joyimiz tor bo'ldi, boshqa gap yo'q. Endi men u narsani hali ikki kishilik qilib men unaqani xohlamayman-da. Maqsad davolash. Unaqa bo'lsa, bor sanatoriyga bor deyman. Haliqa komfort, lyuks xohlasang, yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi. Sanatoriyga bor deyman. Siz yotgandirsiz shunaqa joylarda ham? Yo'q. Yaxshi qilsiz. Endi opa rejim saqlaysiz, lekin qattiqroq joyda yotasiz, og'ir ko'tarmaysiz, uzoq o'tirmaysiz, qo'lingizni muzdek suvga tiqmaysiz. Sabab mana qo'limizga kelyapti nervlar, bo'ynimizdan chiqib. Qo'limizdagi nervlar shamollagan hisobiga bo'ynimizga yetib boradi-da. Tushundingizmi? Tishimizni oldirsak, qo'limizni sovuq suvga chiqsak, tishimiz o'nni og'riydi, bilsak, ishib ketadi. Shunga o'xshagan grija ham shunaqa. Qo'limizni, oyog'imizni muzdek suvga solsangiz, haligi qaytalanib qoladi lekin yana. Rejimlar shu. Kel, mikrofonni oling. Yaxshimi o'zini boshingizga? Yo'q, yaxshimi. Bo'l, xonangizga chiqib qoling bo'lsa-mi? Sizlar xonanglarda bu yerda hamma keling, sizdan boshlaymiz, tortamiz. Sekin chiq qol. Odamni o'ynab beraman deyapti. Siz gapirib beraman degan uyatasiz-ku. Bering qog'ozingizni. Qoqilib tushmang, opa. Mana shu kameraga mana qilib chiqarmaymiz, opa, mana. Mana burib qo'yamiz, mana. Yuzimizni chiqarmaymiz. Mana yüz yo'q mana. Chiqmayapti. Xo'p. Assalomu alaykum. Kasalliklar haqida buni qanday holatlar bo'ldi sizda? Shular ayting-da. Meni mana qo'lim og'riyapti, bo'ynimda girish ham bor ekan.